Oyi, menga qachon salon ochib berasiz? Namuncha shoshasan a? Ko'rib yuribman joylarni. Hech ko'ngildagidek joy chiqmayapti. Menga qara, o'zimiz birinchi qavatda yashasak. Men bir yer to'layamchi, binoyek, quruq, bitta ta'mirlab bersam, o'sha yerni salon qilib bersam nima deysan? Voy, bitta pod'ezd eshigidan ham odamlar uyga kirib chiqib, ham mijozi salonga kirib chiqadimi? Voy, shundoq miyamni qoqib qo'limga bersang deysan. Nima bo'pti? Mayli, bitta pod'ezddan kirib chiqmasa, yonidan zina kovlab berarman. Aloqada eshik bo'ladi. Keyin ichkarini ta'mirlayman. Zo'r bo'ladi. Menga qara, bu joyichi ta'mirlab, kvartira qo'yib qo'ysamchi, yashaydigan zo'r joy bo'ladi. Voy, balomanda, balo. Bir aqlim ishlashni boshlasachi, to'xtata olmayman o'zimni. Mayli, zinani kovlataveray, qolgani bir gap bo'lar. Yur qani. Kovlanish mumkin emas aka. Kovlanish mumkin emas. Yo'q, u narsa umuman mumkin emas aka. Toshkentda ko'p qavatli uyning poydevorini o'z boshimchalik bilan kovlaganlar jarimaga tortildi. Toshkent shahri Shayxontohur tumani Zafarobod mahallasi hududida yashovchi fuqarolardan Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligini nazorat qilish inspeksiyasiga yo'llangan murojaat asosida o'rganish olib borildi. Jarayonda tumanning General Uzoqov ko'chasi 13-sonli ko'p qavatli uy mulkdori tomonidan tegishli tashkilotlardan ruxsat olmasdan o'z boshimchalik bilan ko'p kvartirali uyning asosiy poydevoriga tutash hududda qazish, kavlash ishlarini amalga oshirganligi aniqlandi. Kvartiraning uyning tutash hududida kavlanish, rekonstruksiya qilish, tayanch va tayanch bo'lmagan devorlarni buzish qat'iyan taqiqlanishini eslatib o'tamiz. Bu esa o'z navbatida seysmik mustahkamlik hamda ko'p qavatli uyning zilzila bardoshlik holatiga salbiy ta'sir etilishini ma'lum qilamiz. Eslatib o'tamiz, respublikamiz bo'ylab ko'p qavatli uylarda va qurilish davom ettirilayotgan obyektlarda aynan shu kabi nazorat tadbirlari davom etmoqda.